Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Rossiya Eronga Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalari va Isroilning muhim energetik infratuzilmasi haqida butun sivilizatsiya bugun kechqurun yo'q qilinadi. Tramp. Eronning yangi oliy rahnamosi hushsiz holda davolanmoqda. Dunyodagi eng kuchli davlatlar e'lon qilindi. O'zbekiston nechanchi o'rinda? Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Rossiya Eronga Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalari va Isroilning muhim energetik infratuzilmasi haqida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarni taqdim etdi. Ukraina razvedka ma'lumotlari. Ukraina razvedka ma'lumotlariga ko'ra, ushbu obyektlar Rossiya sun'iy yo'ldosh tasvirlari e'lon qilinganidan bir necha kun o'tgach, Eronning ballistik raketalari va dronlari tomonidan nishonga olingan. Rossiya shuningdek Eronga kiber yordam ko'rsatmoqda. Shunday qilib, Kreml Eronga nafaqat Isroil fuqarolik infratuzilmasiga hujum qilishda, balki Qo'shma Shtatlarga qarshi urushda ham bevosita yordam bermoqda, deyiladi razvedka bayonotlarida. Butun sivilizatsiya bugun kechqurun yo'q qilinadi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga butun sivilizatsiyani yo'q qilish va 47 yillik rejimni tugatish bilan tahdid qildi. Bu haqda u 7-aprel kuni o'zining Truth ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Bu kecha butun sivilizatsiya yo'q qilinadi va hech qachon qayta tiklanmaydi. Men bunday bo'lishini xohlamayman, lekin ehtimol shunday bo'ladi. Ammo bizda zolim rejimini o'zgartirish imkoni tug'iladi. Yangi rejimda radikallashuv kamayadi, ammo aqlli onglar ustunlik qiladi. Ehtimol ajoyib inqilob sodir bo'lishi mumkin. Biz bugun kechasi dunyoning uzoq va murakkab tarixidagi eng muhim lahzalariga guvoh bo'lamiz va nihoyat 47 yillik tovlamachilik, o'lim va korrupsiya o'z poyoniga yetadi. Xudo Eronni o'z panohida asrasin, deydi Oq uy rahbari. Shu bilan birga AQSh Eronning asosiy neft xavfi bo'lgan Xark orolini tungi zarbalar seriyasini yo'llagan. Bu haqda Fox News yuqori lavozimli amerikalik mulozimga tayanib xabar bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, 7-aprelga o'tar kechasi AQSh aviatsiyasi oroldagi o'nlab harbiy nishonlarni vayron qilgan. Pentagon hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlagani yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp Tehronga ultimatum qo'ygan edi. Dunyo neftining qariyb 20% va suyultirilgan tabiiy gazning 30% o'tadigan asosiy arteriya Hormuz bo'g'ozini ochish va Washington bilan kelishuv imzolash. U ushbu shartlarni bajarish uchun so'nggi muhlat sifatida 7-aprel sanasini belgilagan va aks holda Eron boshiga do'zax bilan tahdid qilgan edi. Axios xabariga ko'ra, AQSh ma'muriyati Eronning energetik infratuzilmasiga ommaviy zarbalar berish rejasini allaqachon tayyorlab qo'ygan. Eronning yangi oliy rahnamosi hushsiz holda davolanmoqda. Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy hushsiz holatda bo'lishi mumkin. Bu haqda AQSh va Isroil razvedkasi ma'lumotlariga tayanib The Times xabar berdi. Xabar qilinishicha, bu haqda AQSh va Isroil razvedka ma'lumotlariga asoslangan diplomatik qaydlardan ma'lum bo'lgan, biroq rasmiy tasdiq yo'q. Nashrning yozishicha, Xomanaiy Qum shahrida hushsiz holatda davolanmoqda va mamlakat rahbariyatida qarorlar qabul qilmayapti. Shuningdek, ushbu qayd Fors ko'rfaz mamlakatlaridagi ittifoqchilarga topshirilgan va bu Xomanaiy qayerda ekanligini ko'rsatilgan birinchi hujjat ekani aytilmoqda. Eron tomoni esa yangi rahnamo saylangan kundan boshlab kichik Xomanaiy hokimiyatda ekanini tasdiqlab kelmoqda. Qayd etish joiz, bungacha Mujtabo Xomanaiy yo o'lgan yoki og'ir yaralangan degan bayonotlar paydo bo'lgan edi. Bu haqda ba'zi rasmiy shaxslar, jumladan AQSh prezidenti ham gapirgan, biroq Eronda bu ma'lumot rad etilmoqda. Dunyodagi eng kuchli davlatlar e'lon qilindi. O'zbekiston nechanchi o'rinda? Dunyo harbiy kuchini baholash platformasi mamlakatlarning harbiy salohiyati bo'yicha reytingni e'lon qildi. Mazkur platforma 2006-yildan beri reytingni yangilab keladi va joriy yilgi tahlilda jami 145 ta davlat ko'rib chiqilgan. Reyting tuzishda harbiy texnika, aholining harbiy xizmatga yaroqliligi, moliyaviy imkoniyatlar, logistika, tabiiy resurslar va joylashuv kabi 60 dan ortiq omil asosida hisoblanadi. Baholash natijasida har bir davlatga maxsus harbiy qudrat indeksi beriladi. Ushbu indeks qanchalik past bo'lsa, mamlakatning harbiy salohiyati shunchalik yuqori hisoblanadi. Reyting yetakchisi Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib qolmoqda. Eng yuqori harbiy qudratga ega davlatlar 5ligi quyidagilar: Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya. Ushbu 5 davlat jahon harbiy salohiyati nuqtai nazaridan eng kuchli hisoblanadi. Ammo Power Index faqat an'anaviy harbiy kuchni baholaydi. Strategiya ittifoqlar va iqtisodiy imkoniyatlar ham real qudratga ta'sir qiladi. Reytingning eng quyi qismidagi davlatlar
davlatlar harbiy qudrati jihatidan eng zaif sifatida baholangan. Unda quyidagilar bor: Liberiya, Surinam, Markaziy Afrika Respublikasi, Beliz, Butan. O'zbekiston ko'tarilish qayd etib, umumiy reytingda 53-o'rinni egallagan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari reytingida quyidagicha joy olgan: Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston. Qozog'iston 58-o'rin, Turkmaniston 78-o'rin, Tojikiston 100-o'rin, Qirg'iziston 109-o'rin. Stokgolm Xalqaro tinchlik tadqiqotlari instituti hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'yicha harbiy xarajatlar 2,6 trillion dollardan oshib ketgan va geosiyosiy keskinlik fonida o'sishda davom etmoqda. Aholi jon boshiga hisoblanganda reytingda yetakchilikni Isroil egallagan, yiliga taxminan $3700. Keyingi o'rinlarda Amerika Qo'shma Shtatlari va Avstraliya joylashgan. Germaniya hamda Rossiya bu ko'rsatkich qariyb $1,500 tashkil etgan. Shu bilan birga yirik davlatlarda bu ko'rsatkich nisbatan past. Xitoyda taxminan $214, Hindistonda esa $77 tashkil etgan. Markaziy Osiyoda yetakchi bo'lgan Qozog'istonda $288, keyin Turkmaniston $254 va O'zbekiston $170 egallagan. Qirg'iziston $106 hamda Tojikiston $43 esa ancha past ko'rsatkichlarni qayd etgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, aholi jon boshiga harbiy xarajatlar darajasi nafaqat iqtisodiyotga, balki xavfsizlik omillariga ham bog'liq. Xavf darajasi yuqori bo'lgan davlatlar aholisi sonidan qat'iy nazar mudofaa sohasiga ko'proq mablag' yo'naltiriladi. Saudiya Arabistoni AQShning Eronga qarshi hujumidan $10 milliard dan ortiq zarar ko'rdi. Bu Hormuz bo'g'ozida kema qatnovining cheklanishi, Eronning javob zarbalaridan ko'rilgan zarar, shuningdek Formula 1 poygasi kabi yirik xalqaro tadbirlarning bekor qilinishi bilan bog'liq. AQSh Yevropa Ittifoqi Eron bilan urush tufayli burilish nuqtasiga yetib bormoqda. Tramp va uning yordamchilari NATOdan chiqishni muhokama qilishmoqda. AQSh va Yevropa o'rtasidagi transatlantik aloqalar yomonlashmoqda. Tramp Yevropa ittifoqchilariga Eronga qarshi AQSh Isroil urushiga qo'shilmagani uchun juda yomon munosabatda. Tramp agar yevropaliklar Yaqin Sharqda yoki boshqa joylarda Amerika harbiy operatsiyalarini qo'llab-quvvatlamasa, Yevropani himoya qilish AQSh manfaatlariga mos keladimi yoki yo'qmi degan savolni berdi. Oq uyning pozitsiyasi Ikkinchi jahon urushidan beri Amerika global strategiyasi bilan uzilish sifatida ta'riflanmoqda.